O'rtoq, $100 yordam qilmasang bo'lmaydi. Olib borib bermasam uyalib qolaman. Iltimos, faqat yodima ber. O'rta. To'g'ri uchun. Agar o'zimni sharoit bo'lganda yordam berardim. Hozir muammolarimni orttira olmayapman. Yordam bergim kelyapti. Bo'ldi. Men seni tushundim. Iltimos, faqat noto'g'ri uchunmi? Shahboz, tuzumsan? Hozir Abdulaziz oboda oldinga borib qolsa, puldan yordam so'rasa, yordam berib tur. Ha, bo'ldi. Do'stimizga Abbos yordam qilamiz. Agar u qaytarmasa, men o'zim senga qaytarib beraman. Xo'p. Ballonni ham yaxshisini taqib ol. Qalaysan? Yaxshimisan? Ha? Nima gap? Charchayapsan? Ha? $100 kerak, berib tur, muammolarni hal qilib olay. Bo'ldi, qalaysan o'zing? Yaxshimisan? Charchamadingmi? Abbos soldiga bordim. Ha. Ko'rsang, $100 bermaslik uchun hamma bahonani qildi-da. Shunaqa past bola bo'ladimi? Yo'q. Yomon bir nomard bola ekan. Bayqara, sen qancha qiynalganingda Abbos yordam qilganmi senga? Necha martalab yordam qilgan-a? Bir marta yordam qila olmagan nomardga chiqarib qo'ydingmi shuni? Men qara, hammada har xil vaziyat bor. Puli bor degani, mana qilib berib tashlaydi degani emas, o'rtoq. Ma, $100. Aslida-chi, sen nomard. Xafa bo'lma gapimdan yana. Bo'pti.